Quvada aytgan gaplaringizni amalga oshirish uchun nima kerak sizga? Bu vodiyga havoda kerak. Agar 2 yil mehnat qilsak, xuddi paxtaga o'xshab daromad mutlaqo boshqacha bo'ladi. Biz faqat ijtimoiy soha bilan shug'ullanamiz. Tomorqadan sanoatgacha. Xo'sh, nega davlatimiz rahbari tomorqani sanoatga aylantirish siyosatini kun tartibiga qo'ydi? Boisi, tomorqaga kichik sanoat maydoni sifatida qarash birinchi galda aholi bandligi, farovonligi, barqaror daromad manbai bilan bevosita bog'liq. Mana nima uchun mamlakatimiz yetakchisi bu tarmoq rivojiga bunchalik e'tibor qaratadi, qo'llab-quvvatlaydi, moliyaviy resurs ajratadi. Chunki masala odamlar manfaati bilan bevosita bog'liq. Yana bir muhim fakt, bu jarayon ichki bozorga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Ilgari import qilingan mahsulotlar o'rnini mahalliy ishlab chiqaruvchilar egallayapti. Natijada bozorlarimizda yangi, sifatli va arzon mahsulotlar ko'paymoqda. Xo'sh, bu tizim yanada samara berishi uchun yana nimalar qilish kerak? Shu maqsadda tashkil etilgan O'zagrostar Holding ta'sischiligidagi ixtisoslashgan agrokomplekslar bugun qanday samara bermoqda? Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Farg'onaga tashrifi davomida Quva Agrostar agrokompleksi faoliyati bilan tanishdi. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 14-fevraldagi qaroriga muvofiq mamlakatimizning 21 ta hududida mana shunday majmualar ish boshlagan. Bu esa mamlakatimiz qishloq xo'jaligida mahsulotni yetishtiribgina qolmay yuqori qo'shilgan qiymat yaratish, qayta ishlash va eksportga yo'naltirish hajmlarini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotganini namoyon etib, mamlakat qishloq xo'jaligida tom ma'nodagi yangi davrni boshlab berdi. Ta'bir joiz bo'lsa, u sohaga haqiqiy raqobat muhitini olib kirdi. Tarmoqda asosiy muammolardan biri ishlab chiqarish zanjirining tarqoqligi edi. Dehqon mahsulot yetishtirar, ammo uni saqlash, saralash, qadoqlash va tashqi bozorga chiqarish imkoniyati cheklangan edi. Ixtisoslashgan agrokomplekslar esa aynan shu bo'shliqni to'ldirmoqda. Quvadagi mazkur korxona esa kooperatsiya asosida yiliga 12 turdagi 5000 tonna mahsulotni yetishtirishdan tortib, saqlash, qayta ishlash, qadoqlash va eksportgacha bo'lgan jarayonlarni yagona zanjirda birlashtirgan. Korxonaning Italiya, Ispaniya, Germaniya va Xitoydan keltirilgan zamonaviy texnologiyalari va xalqaro darajadagi sertifikatlari mahsulot sifati va milliy brendga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Davlatimiz rahbari shu yerda agromarkazda faoliyat olib borayotgan ozarbayjonlik biotexnolog Chingiz Balazade hamda turkiyalik agronom Muhammed Yenar bilan muloqot qildi. Burada in vitrodan çıkan, laboratuvardan çıkmış kalemçeden gözü hayvan kılınıyor ve noyabr ayının ahırına bu 1 metre köçek sayede 1 yılda. Ve bu sayede 1 hektardan 10 tonlamaz 30 ton 40 tonla geçe azlar. Mana aytgan gap. Bu qo'shimcha qiymat deyiladi. Bu daromad deyiladi. Bu vodiyga havoda kerak. Agar 2 yil mehnat qilsak, xuddi paxtaga o'xshab daromad mutlaqo boshqacha bo'ladi. Biz faqat ijtimoiy soha bilan shug'ullanamiz. 1 yılda Kuva'da 50 milyon köçek işleyip çıkarılıyor iken 1 yıl 2 yıl devamında Hüda Aklası eksport kılışının niyetinde biz, hürmetli prezident, ve bu sayede hem maydandan maksimal faydanı alamız, hem keserliklere çıdanla klon hayvan tegini işletemiz, hem de kem energiya bilan maksimal faydayı gözetimiz. Rahmat. Benim istagim şu o'z agroklaslarida tashkil qilishdan. Selamun aleyküm. İlk önce sizinle tanıştığımdan dolayı çok memnun olduğumu bildirmek istiyorum. Azerbaycan'dan geldim. Azerbaycan'dan tüm protokollarımı getirdim. Artık 10 yıldır ki bu konuda çalışıyorum. Bizim maksadımız şu an için Quva Agrostar'da ilk yılda yarım milyon bitki üretmek. Ondan sonraki yıl ise artık 1 milyon bitki üreteceğiz ve ürettiğimiz bitkiler bizim virüsten tamamıyla azad olmuş bitkilerdi ve biz bu bitkileri kullanırsak aytgan gaplari menga juda ma'qul. Bular hozir natijaga ko'p ishlayapti. Quvada aytgan gaplaringizni amalga oshirish uchun nima kerak sizga? her şey güzel. Teşekkür ederiz. Daha fazlasını yapmak için elimizden geleni çalışacağız inşallah. Rahmat. Rahmet. Sağ olun.